Bo'stonliqda joylashgan dachamizni men sizga hozir to'liq obzor qilib beraman. Ko'rib turganingizdek, mana shu joydan boshlanadi va mana shu joygacha zdaniya tushgan 30 sotikka ega. Va undan tashqari, shunday yon tomonida bog'i ham bor ekan. Suvni yonginasida joylashgan dachamiz, ayniqsa suvni havosida sharillashini qarang, mazza qilib orasida bor. Bismillah deb kirasiz. Mana o'ng tomonga kirganingizdan keyin archalarni qarang. Shunaqangi chiroyli, mazza qilib orasida. Ham yoqda esa tapchalari ham bor. Oilaviy bemalol kelib, ana shu joyda o'tirib, suvni havosida, suvni sharillashini eshitib dam olsangiz ham bo'ladi, lekin zo'r ekan. Qarang, mana shu obzorni qilib beraman sizga. Bu joyga chiqib hammasi hujjatlashtirilgan, mana shu joylari ham hammasi egasiga qaraydi. Suvni qarang, men sizga suvni bo'yini ko'rsataman. Keling. Qiziqib ketyapsizmi? Mashalloh, mana qarang. Maza qilib shu cho'milsangiz bo'ladi-da. Suvni oqishini qarang, sharillayapti. Mazada. Bu havoni Toshkent shahridan ko'ra bu yoq havosi juda ham tiniq ekan, bor. Toshkent shahridan 30 kilometr uzoqda joylashgan. Lokatsiyasini Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Keyingi video ichkarilarini ko'rsataman, kuzatib turing. Endi ichkariga kiramiz. Bundan tashqari eshiklari hammasi avtomatlashtirilgan. Juda ham qalin, kattagina. Mana ichkariga kiramiz. Bismillah. Kirsak. Mashalloh. Bitta like bosib qo'ying, sizga ham shunaqa uylar nasib qilsin. Hammaga nasib qilsin. Shunaqa chiroyli xonadonlarda yashash. Ichkarini qarang. Maza qilib yashashda bunaqa xonadonda yashash hammaga nasib qilsin. Men sizga hozir qolgan joylarni ham obzor qilib beraman. Bismillah, mana kirdik. Kiraverishda kattagina hovli, 30 sotikka ega. Mana shu hamma joy yashashga tayyor, hamma xonalar yashashga tayyor va yozgi mana oshxonasi ham bor va basseynlarga ega. Mana ko'rib turibsiz. Basseynlari ham tayyor. Bu yerda basseynlari bor, bu yerda yashaydigan xonalari ham bor. Va mana bu yerda ko'rib turganingizdek, bu xonadonimiz ham yashashga tayyor. Bu dachani olgan inson, ayniqsa aka-ukami, opa-singilmi, kim bo'lsa ham, yarmiga akasi, yarmiga ukasi yashasa ham bo'ladi. Mana ko'rib turibsiz, yozgi oshxonasi va mana yoqda yozgi o'tiradigan tapchan deydimi, nima deydi? Tayyor mana. Bemalol kirib, o'tirib, choyni ichib maqsad bo'ladi. Bu yoqqa kelamiz, keling. Mana ko'rib turibsiz. Mashalloh. Mana ham yoqda baliqlarimiz ham bor ekan-a? Yoqda baliq. Ha. Hovlilarni ko'rsating. Hovlilarni chiroyli. Shunaqangi chiroyli. Fayzli xonadon ekan, haqiqatan ham fayzli. Bir xil joylarga borsangiz, fayzi yo'q. Bu yerda fayzli. O'zlari istiqomat qilishadi, bu yerda o'zlari yashashadi. Kelib bemalol yashasangiz bo'ladi. Joy zo'r. Mana keling. Aha, siz bu yoqqa turavering. Bu yerda baliqlarimiz ham bor ekan, qarang. Baliq qiziqadiganlar bormi? Qarang, chiroyligini qarang. Tilla baliqni shu yerda niyatingizni aytaverasiz. Juda ham chiroyli. Baliqlar bor. Mana bu yerda hovlilarni agent bilan ko'rsating. Bu yerda bir etajli oshxonam yo'q? Yo'q, bu yerda nima tushunarli. Bo'ldi, tushunarli. Bu yerda kiraverishda darvozasi ham bor ekan. Yana bitta darvozasi bor ekan mana. Bu yerda yana bitta darvozasi bor. Endi biz ichkarilarni iloji boricha masga video obzor qilib berishga harakat qilaman. Maza qiladigan joyga keldik, bor. Shunaqangi maza qilamiz, ayniqsa erkaklarimiz biladi. Sehrli xona, kiramiz. Wow dvorasi bor. Bitta like bosib qo'yasiz. Mana shu gapimdan keyin qani ketdik, yuring, bismillah. Qarang. Mana shu dachani olganingizdan keyin oshna og'aylaringizni mehmon qilib mana shu bilyardda o'ynasangiz bor, mazza qilib olasiz, bor. Qarang, mana joyda mazza qilgan joyim, mana mramor bor, mramor. Indiyskiy ekan. Oddiy emas. Qarang, mana bu yerda bar. Mashalloh. Barda og'aylaringiz bilan kelib, dahshat bor. Men juda ham havas qildim. Sizga ham nasib qilsin, sizga ham nasib qilsin. Agar mana shu dachani kim oladigan bo'lsa, bor, mana shu yerdagi ko'rib turgan barcha ichimliklar sizga bo'ladi. Uy egasi aytishi bo'yicha mana shu ko'rib turganingizdek 20 yil bo'lgan ekan. 20 yil. Aytishlari bo'yicha birinchi prezident bilan ko'rishganda olganman deyaptilar. Lekin zo'r. Qarang, mana zo'rni mevalarni qo'yib olib turib, soklarni ichib, men havas qildim. Juda ham zo'r ekan. Mazza joy. Hatto soatlari ham bilyard. Qarang, toshlari qarang, toshlari. Endi undan ham zo'r joyda men sizga ko'rsataman. Taqa yuring. Keling. Sauna. Shuna kiramiz. Bismillah. Qarang. 15 qil. Ko'rdingizmi? Mazza qorasiz. Saunadan chiqqandan keyin bilasizmi? Nima qilish kerak? Qanaqa aytingchi? Saunadan chiqqandan keyin bitta basseyn kala tashlash kerak deydi. Qarang, mazza qiladigan joy. Bismillah. Voy, mana buni qarang. Basseynni qarang, qaynashini qarang. Qarang. Oh. Cho'milgilarim kelib ketdi, bor. Undan tashqari bor, yana bitta sauna bor mana. Sauna bor, qarang. Ichkaridan ko'rsating. Juda chiroyli. Va cho'milib chiqqaningizdan keyin bitta trenirovka qilasiz. Bismillah. Qarang, mazza. Bismillah deb trenirovkani boshlab, oilaviy. Yashab bersangiz bo'ldi-da, qarang.
Bismillah deb mana qilib trenirovka qilasizda. Yana basseynga kala tashlab cho'milishingiz mumkin. Juda ham zo'r ekan. Havas qiladigan darajada. Oh, bismillah. Faqatgina yashash kerak bo'ldi. Shu. Sizdan yashab bersangiz bo'ldi. Mana gantellarni qarang. Suf. Televizorlar bor. Muzikani qo'yib olasiz. Kelali jo'rak qo'shiqlardan qo'yib olib, gumbalarni eshitib, ham basseynda kallani tashlab cho'milaverasiz. Qalagacha ko'p turibsizmi? Bitta like bosib qo'ying. Yaqinlarga yuborib qo'ying, mana shu videoni ulgurib qoling. Bashi zo'r. Endi keyingi xonalarni sizga video obzor qilib beraman. Ko'rib turganingizdek, to'g'ridagi binoni endi men sizga xonalarni, har bir xonalarni video qilib beraman. Qani ketdi, yuring. Fontani yoqib qo'yasiz, xudo xohlasa. Kelganingizdan keyin ishlaydi, hammasi ishlaydi. Kika. Mushuklarimiz ham bor ekan, mushukni qarang. Mana mushukchalarimiz ham juda ham momoq qana. Video ko'rsatasanmi? Qani. Bismillah deb kiramiz. Kirgandan keyin mana. Assalomu alaykum. Bunga kiramiz. Mana shu birinchi etaj. Bu как televizor xona desa ham bo'ladi. Bu yoqdan ikkinchi etajga chiqib ketiladi. Chiqib ketilgandan keyin bu yoq oshxona, bu yoq keling. Bu yoq oshxona. Oshxonani ko'rsating, juda ham chiroyli. Kompaktni ekan. Akkuratni. Bu yoq tomon kichkina xonalar nima xona? Ha, mehmonlar uchun, ha? Ko'rsatib qo'ysak bo'ldi. Bu yoqda vanna, tualet, sanuzel hammasi tayyor qilingan. Bu yoq ham xuddi shu mehmonlar uchun alohida xona qilingan. Undan tashqari mana ikkinchi etajga chiqib ko'rsatib berish mumkin. Bismillah. Mashallah. Qarang, juda ham chiroyli. Ikkinchi etajga chiqqanimizdan keyin mana shunaqa xo'p ko'ramiz. Bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Mazkur dengizni ko'rsataymi? Ha. Keling. Mashallah, mana kelinglar. Qaranglar, mana dengizni qaranglar. Shundoq suvda yoqasida joylashgan. Mana shu chiroyli. Bu yoq ham spalni, to'g'ri? Bu yoq spalni ekan. Da. Va bu yoqda yana bitta spalni bor. Mana bu yoqda ham har bitta xonalarda spalni joylashgan. Juda ham chiroyli. Bu uyutni deydi-yu. Va keyingi xonamiz bu yoqda ham. Da. Bu yoq sanuzel, to'g'rimi? Sanuzellari ham tayyor mana. Har bitta xonalari spalni qilingan. Agar mehmondorchilik ko'pchilik bo'ladigan bo'lsa, mana qarang. Juda ham chiroyli. Nafis, barcha dahshat. Til ojiz, maza. Hamma portretlarni qarang, portretlar haqiqiy. Haq zo'r ekan, mashinaga men havas qildim. Juda ham chiroyli. Mana ko'rganingizdek juda ham chiroyli va uyutli. Qarang, освещениyani ikkinchi etajdan birinchi etajga qarab tushga to'g'risida shunaqangi chiroyli qurilgan. Kirpichli ekan, hech qanaqa beton emas, kirpichli. Yozda salqin, qishda issiq bo'lar ekan. Mana kattagina, mana bu yoqda bemalol televizor ko'rib dam olishingiz mumkin. Keyingi xonalarni men video yana qilib beraman sizga. Dachamizda yana zo'r xonasi bor ekan, ahramli xona. Har bitta xonalarda tashqi tomonda kameralar bilan jihozlangan ekan. Agar mabodo ahrana kerak bo'ladigan bo'lsa, mana ahrana uchun alohida sanuzel, mana sanuzellar qilingan ahrana uchun. Va mana bu yoqda alohida xona tayyorlangan. Va bu yoqda mana ko'rib turibsiz, kameralar ko'rsatib qo'yilgan. Kelasiz, ahranani joylashtirib qo'ysangiz, ahrana o'zi qarab, mabodo kerak bo'ladigan bo'lsa. Endi keyingi zdaniyamiz, mana bu yoqda keyingi zdaniya. Hasan va Husan zdaniya dedim men. Men o'zim nom qo'yib qo'ydim. Bu yoqqa kiramiz va bu yoqda ichkariga xudo xolasa boshlaymiz. Bismillah. Mana ochdik, ichkaridagi xonalarni sizga ko'rsataman. Bismillahirrohmanirrohim. Vau, vashshi chiroyli. Bu yoqda alohida bu yoqda o'zingiz xohlasangiz kuxnya qilib olsangiz ham bo'ladi. Va bu yoqda mana sanuzellari ham mana alohida qilingan, mana ko'rib turibsiz. Va ikkinchi etajga chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Etajga chiqsak, mashalloh. Ko'rib turganingizdek, va yoshligimizda multfilm ko'rganmiz-ku, Zolushka. Xuddi shu Zolushkani xonasi. Mana ko'rib tursiz, juda ham chiroyli. Oynalari ham tayyorlangan mana shu mebellar bilan va sanuzelni qarang. Juda ham nafis, chiroyli qilingan mana. Hammasi zo'r. Bitta like bosib qo'yasiz, bitta like. Esan chiqmasin, qarang, mana yoqda dusturalarni qarang. Juda ham chiroyli. Havas qiladigan darajada. Bu yoqda mana balkoni ham bor. Mana balkoniga chiqib hozir yopiq ekan. Xudo xolasa kelib o'zingiz ko'rishingiz mumkin, to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish xohlasangiz. Mana qarang, освещение tepadan pastga qarab siz juda ham balandgina qilingan, juda ham zo'r. Yana to'liqroq ko'rsatishga harakat qilaman. Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, обязательно kelib ko'rishingizni maslahat beraman, lekin zo'r joyda joylashgan ekan. Qarang, zinalarini ertaklarga tushib qolgandek, Zolushka degan film ko'rganmiz. Men kachalkalar ham bor ekan, qaranglar. Bu oddiy kachalka emas. Meni o'ylashimcha,
hozirgi davrda bunaqalar yo'q уже. Bo'lgani bilan va xitoyliki bo'ladi, lekin bular haqiqiy kачественный. Telefon qiling egalariga, to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bu oyna ekan-a? Mana, bu yoqda mana oyna. Aha. Bunisi mana. O, juda ham chiroyli. Yerda gap yo'q, til ojiz. To'liqroq ko'rmoqchi bo'lsangiz, Telegram kanalimda ko'rishingiz mumkin. Hozir bu dachamizga kelib o'zim boshim aylanib ketdi. Qayerdan kirdim, qayerdan chiqqanimni o'zim ham bilmay qolyapman, to'g'risi kattaligidan. Qarang, bu yoqqa keling-da. Xohlasangiz mana bu joydan ham chiqib ketsangiz ham bo'ladi, ammo sharsharadan yoqib bemalol dam olsangiz ham bo'ladi. Va bu yoqdan yana bitta xod bor ekan, ko'chaga chiqib ketadigan xod. Boya ko'chada ko'rsatdimmi, qayerdan qayerga joylashganligi. Va ham yoqda o'rtada gullar ekilgan. Mana shu tepada ko'rsating. Ikkinchi etajda oynani ochib, gullardan bahramand bo'lib, uyg'onib, yashash kerak bo'ldi. Boshqa narsa sizdan so'ralmayapti. Yashab bersangiz bo'ldi. Shu mazza, bunaqa menimcha variant bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Lekin shaharga nisbatan 10 gradus farq bo'lar ekan. Shaharda 30 gradus bo'lsa, bu yoqda 20 gradus havo iliqligida bo'lar ekan, lekin zo'r. Nima havas qiladigan darajada qarang. Mana bu yoqda hozir mana ko'prikdan o'tamiz. Keling. Endi hozir siz bilan aylanib chiqamiz endi. Bu yoqdan ko'prikdan o'tib, qarang. Mana bismillah. Juda ham chiroyli. Yong'oq, qarang yong'oq. Yong'oq daraxtlari ham bor. Juda ham chiroyli, nafis. Mana. Kattagina. Atrofni ko'rsating. Mana qarang. Mana bu yoqda mana. No. Sizga menimcha qo'limdan kelgancha video obzor qilib berdim. Bu yoqdan yana ko'prikdan o'tib, dalsi yana bu yoqqa qarab chiqib ketiladi. Mana bu yoqdan kelgandan keyin bu yoq yozgi letniy oshxonasi. Va bu yoqda mana yana zelenyay zona. Bu yoqda yozgi basseyn, xudo xolasa basseynda cho'milaman siz. Bu yoqdan yuring. Endi chiqib ketadigan joyni men sizga ko'rsataman. Bu yoqda mana chiqib ketiladi. Zelenyay zonalarni ko'rsating. Atrofdagi juda chiroyli tushgan. Ayniqsa archalarni ko'rsating, archalarni. Juda ham chiroyli, nafis, maza qilasiz. Bu yoqdan bundoq chiqib, bu yoqdan mana shu joydan chiqib ketaverasiz. Bemalol bu yoqga 1, 2, 3, 4 ta mashinagacha joylashtirsangiz bo'ladi. Mana bu yoqdan chiqib tashqariga mana. Tashqari ham kengina. Mazza, atrofda go'zalligini qarang deydi mana. Atrof ko'rsating bitta. Juda chiroyli. To'liqroq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, egalar bilan gaplashing, baraka qiling, telefon raqamlarini qoldiraman. Dachi lekin juda zo'r. Ta'riflashga til ojiz. Kelib bitta ko'rib keting, baraka qiling. Puliga arzirkan xudo xohlasa. Atrofingizda uyutli qo'shnilaringiz ham bo'ladi. Juda ham chiroyli, nafis tushgan, qarang. Shundoq yurib boramiz. O'ng tomonimizdagini qarang. Xuddi ertaklardek. Ko'rganmisiz? Tomi katta uyda. Xuddi shunaqa. Bu dachamiz mana shu orqa tomondan boshlab mana shu burchakgacha dachamiz joylashgan. Mana bu yoq tomon esa qo'shnilarga qarashli mana, qarang. Ketdi. Yo'llari ham asfalt qilingan. Tekis mana shu yerdan to'g'ri qarab chiqsangiz, bir 150 metr chiqsangiz, shunda katta yo'lga chiqasiz. Katta yo'ldan o'ng tomonga qarab tekis ketdingiz, Toshkent shaharga qarab chiqib ketasiz. Всё. Toshkentdan shahardan 30 kilometrda uzoqda joylashgan ekan. Men havas qildim, rostdan niyat qildim. Sizlar ham niyat qilinglar. Mana shunaqa joylardan uylar olish, ota-onani shokka olib kelib yashatirib qo'yish hammaga nasib qilsin. Allohga oson. Niyat qilaylik, barchamiz niyatlarimizga erishaylik. Shu inson ham harakat qilgan, niyat qilgan mana shu joylardan uylar, dachalar qilgan. Havas qildim, juda ham havas qildim. Havas qilish kerak. Bu hayotda har bir insonga bir-biriga havas qilib yashagan inson niyatiga albatta erishar ekan. Joningiz sog' bo'lsin. E'tibor berib ko'rganingiz uchun kattakon rahmat.